Assalomu alaykum. Hyundai Granger IG avtomobilimiz 2019-yil 184 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin 3 объемli avtomobil. Narxi 11 million 300 ming won. Granger IG minamanganlar uchun mana mashinani ideal holatdagisi. Balonlari, orqa balonlari almashtiriladigan bo'lib qopti, oldi balonlari esa yaxshi ekan. Salon holatlarini ko'ramiz. Bilasizlar, Granger IG'lar ideal avtomobil. Eshik 5 yo'l dastur bor. Elektronli sidina bandlarigacha bor. Palasi ushlaydi, bokovoy sensorlari mavjud, kruz kontrollari bor. Start stop monitor mavjud, sidina sovutadi, isitadi. Rul isiydi. 360 kamera, orqada pardalar tushib chiqadi zatning yurganda. Sport, komfort, eko rejimlari, avtoxod, avtoparkinglari bor. Brake box high-pace. Mashinamiz ideal holatdagi avtomobil. Orqa sinalari o'ta keng holatda, ikkita etapda isitadi. Pardalari ham mavjud. Kimga Granger IG kerak bo'lsa, narxi 11 million 300 ming won, o'ta qimmat emas. Bilasizlar, Granger IG'lar 15 million atrofida turibdi hozir. Ko'rib, test driving qilib, yoqsa ko'rishlar mumkin kelib bemalol.